Assalomu alaykum. Biz hozir O'zbekistondamiz. Akfalarni koniga kelganmiz. 28 dollardan ekan. Kvadrati. Nomerlarini qo'yib qo'yaman do'stlar. Shokoladni ham bor ekan. Mana. Anjanga fotoboyga kelgan edik do'stlar. Fotoboyga. Bir yo'lim o ishlarni ham ko'rib ketay deb sizlarga obzor qilib qo'yibman. Ular do'stlikka doğru, tamojniga doğru olib borib beraveradi. Bu yog'iga ko'tarib olib o'tib ketsa ham bo'laveradi. 28 dollardan to'g'ri kelar ekan do'stlar. O shokoladnilar mana. Ikkita nomeri va WhatsApp nomerini qo'yib qo'yaman. Bo'lmasa menga baylanishga chiqsanglar, men o'zim ham olib o'tib beraveraman. WhatsApp nomerini tashlab qo'yaman. Ikki qanotli eshiklar ham bor mana. Ana. O naryadi o'shda o'zganda 70-80 dollar bo'lyapti. 40 dollar bo'lsa ham arzonda do'stlar. Bitta eshikni puliga eshigi patagonlik ayniklari bilan keladi-yu. Uy solayotganlarga hozir 1000 so'm ham pulda do'stlar. Qo'limdan kelgancha yengil tarafiga sizlarga podдержка qilaman mana. Ayniklari 2 qavatli do'stlar. 2 qavatli ayniklari mana. 2 qavat. 3 qavatli desanglar 3 qavatli ham qo'yib beraveradi. Mana 2 qavatli. Ko'ringlarmi? Firmasi mana. WhatsApp nomerini qo'yib qo'yaman sizlarga. 2 qanotli desiz, 2 qanotli, 3 qanotli desiz, 3 qanotli. Razmerini aytib qo'ysanglar, nomerini qo'yib qo'yaman, WhatsApp nomerini. Baylanishga chiqaverasizlar. O'sha o'zgan ustalarni oldim desanglar, yengilroq qilib beradi. Shokoladni desanglar, shokoladni, mokriy asfalt desanglar, mokriy asfalt hammachidan bor.